Onkologiyada palliativ yordam. Biz har doim bu kasallikni yenga olmaymiz. Lekin og'riqni yengillashtira olamiz. Palliativ yordam bu insoniylik, bu azobsiz hayot. Yaqinlaringiz uchun yordam kerakmi? Bizga murojaat qiling. Onkologiya sohasida 4-bosqich hammani qo'rqitadigan, hatto vrachni ham qo'rqitadigan bu bosqich. Chunki bu bosqichda har qanday holatga uchrashimiz mumkin. Bu holatda biz sizga palliativ yordam berishimiz mumkin. Bu ya'ni kasallikni yengillashtiruvchi yordam. Biz sizga reanimatsion holatda hatto yordam berishimiz mumkin. Agar sizda yoki bo'lmasam qarindoshlaringizda 4-bosqich onkologik kasallik aniqlandimi? Sizga har doim yordam berishga tayyormiz. Bizga murojaat qiling.